rahmatullohi barakot. Men Jamshid oldiga Mirziyod degan og'aynimni olib borganman. Uyda yotib qolgan, oyoq kiyolmaydigan darajada edi. Oyog'i tabichkalarini iplar bilan boylab Jamshid oldiga xastadan olib borganman. Jamshid 5 kunda oyog'iga turg'izib olaman desa, Mirziyod rahmatli ishonmagan. Aytganidek 5 kundan keyin ignoterapiyadan keyin Turyonizdan desa, choqqilab turib ketib, shunaqa xursand bo'ldi. 10 kundan keyin bemalol yuradigan bo'lib, choqqilab ketdi. Alloh rahmat qilsin. Keyin o'ziga qaramay qo'yib o'tib ketdi-yu. Lekin Jamshidda juda yordami ko'p bo'lib, juda xursand bo'lib yurdi og'ayni. Undan keyin bir 15 yilcha yashadi, keyin vafot qilib ketdi, rahmatli. Shunda insult bo'luvdilar-da ular, ha? Insult edi bu. 6 oy uyda davolashgan, uni olib kelishgan, foydasi bo'lgan emasda. Undan keyin sizga olib borgandan keyin o'sha 5 kunda haqiqatda ignoterapiyadan keyin oyoqqa turib ketdi-da. O'zi juda xursand bo'ldi. Ko'chaga chiqmaydigan bola, keyin ko'chaga chiqib sigaret sotib, tirikchilikdan bo'lib, uncha mashina minadi, Golgoda mashina minib xursand bo'lib qolardi. Bitta meni deb. Alloh rahmat qilsin. O'shandan keyin to'ylarda o'zlari turib, qizlarni uzatdilar. O'zi qizning to'yida Mamad akaning o'g'li Salohiddin kelganlar. Shunda o'zi bosh bo'lib, o'zi to'ylarni qilgan. Hammamiz borganmiz. Juda xursand edi, rahmat. Endi bolalarni joylab olmadi-ku, umri uzoq bo'lmadi. Jamshiddan hisobiz. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Rahmat qilgan bo'lsin. Yaxshi yigit edi og'ayimiz.